Davom etamiz. Aholi muammolarini o'rganish maqsadida mamlakatimizning olis hududlarida ommaviy sayyor qabullar o'tkazib kelinmoqda. Toshkent viloyati qo'riqlash boshqarmasi, Bekobod shahar va Chirchiq shahar hokimiyati, maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi va bandlikka qarshi ko'maklashish markazi bilan hamkorlikda o'tkazilgan ana shunday jarayondan muxbirimiz xabar qiladi. Yig'ilish avvalida bugungi kunda qo'riqlash xizmati xodimlari uchun yaratilgan qulayliklar, ijtimoiy himoya borasida olib borilayotgan ishlar xususida mutasaddilar tomonidan aytib o'tildi. Shundan so'ng har bir xodim va oila a'zolarining fikr-mulohazalari hamda takliflari tinglandi. Sayyor qabulga mana shu qo'riqlash bo'limining ayollari, farzandlari ishtirok etmoqda. Mana bulardan menga 3 ta murojaat kelib tushdi. Ko'p qo'riqlash bo'limining farzandlari bog'chaga joylashtirish, imtiyozli ravishda qanday joylashtirish masalalarini ko'tarishdi. Ularga to'g'ri yo'l yo'riq ko'rsatdik. Qo'riqlash boshqarmasi rahbariyati tomonidan saflarda xizmat qilayotgan safdor xodimlarning farzandlarini yozgi dam olish oromgohlarida imtiyozli dam olish tartibi bo'yicha, shuningdek xodimlarning ishsiz oila a'zolarini ishga joylashishi, imtiyozli kredit olishi hamda boshqa ijtimoiy masalalar ko'rib chiqildi. Barcha kelib tushgan savollar hamda murojaatlar mutasaddilarga yo'naltirilib, ularga yechim topish bo'yicha zaruriy ko'rsatmalar berildi. Joylarda mutasaddilar tomonidan o'tkazilayotgan bu kabi sayyor qabullar xalq bilan bevosita muloqot qilish, mavjud muammolarni o'rganish va tezkor hal etish borasida muhim omil hisoblanadi.